Hürmetli vatandaşlar, bugünkü işimizle başlayımız. Yakından beri Amerika Avazı Radyosu ve başka torbettirde Rusya-Cungo münasebeti ait, Rusya ile Cungo münasebetiga ait nurg'unlagan haberler ve makaleler ilan kılındı. Bazıları da Rus bilen Xitay o'tirishga ziddiyetler aşkarlandı. Bazıları da Rus bilen Xitayning o'tirishi da hazır ittifaqlıqning, qadrdonliqning tarafları biraz köptürüldü ya ki emeli ahvalga asasen sözlendi. Mesela bazıları bek sade fikirler, bazıları murakkab katlandığı sözü var da. Şundaqlı Orta Asiyaga münasebetlik Rusya-Cungo münasebettirdi nurgun makaleler yazıldı. Mesela Amerika Avazı ilan kılındı. Biz bu doğrultuda toxtalmadık. Şuna bugün yoldaşlar, vatandaşlarının muhakeme kılışı, tadqiq kılıp bakışı için bugün 2-3 parça makale yoki xabarni Rusya-Cungo münasebetiga oid xabarni tayyorlab keldim. Vatandaşlarının samiga selab qo'yishni leksiyani boshlashdan avval vatandaşlarımdan samiga selab qo'yishni loyiq topdim. Janubiy dengizda Beijingdan yo'shurin hisob olamdi. Masalan, Rossiya Janubiy dengizda Beijingdan yo'shurin hisob olamdi. Mavzuluq maqola 5-ayning 25-kun Douyi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari yig'ini Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Jungoni qo'llaydigan maydonni bildirdi. Bu yig'in Toshkentda ochildi. Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Jungoni qo'llaydigan maydonni bildirdi. Lekin bu yig'in ochilishdan 4 kun burun Rossiya bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yig'inidan keyin e'lon qilingan Sochi xitobnomasi. Mesela Sochi'de bu yig'in Toshkent yig'in ochilishdan burun Sochi'de Sharqiy Janubiy Osiyo va Rossiya ikki davlat. Bir qancha davlat Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari Rossiya bilan ochilgan yig'in edi va bu yig'inda Sochi xitobnomasi e'lon qilindi. Sochi xitobnomasida dengiz o Janubiy dengiz masalasi tilga elinibla qolmasdan, balki Janubiy dengiz har qaysi taraflarning harakat xitobnomasini amaliylashtırishga haydakchilik qilib, Sochi xitobnomasida yana dengiz yuzi bexatarligi, erkin qatnash va erkin uchishni kafolatga ega qilishni aniq o'ttirg'a qo'yib, xalqaro qonunlarning umumiy prinsipini asos qilib, talash-tortishlarni tinch yo'l bilan hal qilish murojaat qilin. Demek bu yerda xalqaro qatnash bilan erkin qatnash, erkin uchish ta'kidlangan ekan. Demak, Sochi xitobnomasida Amerika Qo'shma Shtatlarining maydoni ta'kidlandi degan gap. Bu xitobnoma e'lon qilinish bilan matbuotlar darhol mundaq ko'rsatdi. Bu xitobnomada Rossiyani ifodalagan maydoni, Rossiyaning siyosiy maydoni go'yo Amerikaning Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoniga yaqinlashdi deyishdi. Sochi xitobnomasining rasmiy hujjatlik nusxasi solishtirganda, Sochi yuqori darajaliklar yig'ini ochilishdan 2 kun burun Rossiyaning Vyetnamda turishliq bosh elchisi Konstantin Venekop Vyetnamda Amgak gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning Janubiy dengiz to'g'risidagi maydonni sharil aniq ko'rsatdi. Venekop ziyorat davomida Rossiya bilan Jungo bilan Vyetnamning do'stlik munosabatini saqlab qolib, talash-tortishlarni tinch yo'l bilan hal qilish chaqiriq qilingan. Bundan boshqa Venekop aytmadi. Diplomatiyaga e'tibor beryapti. Chaqiriq qilingandan boshqa Rossiyaning Janubiy dengizda erkin qatnashni qo'llaydiganligini bildirdi. Ve Janubiy dengizni harbiyleştirishga Rossiyaning qarshi turadiganligini jakardi. Demek Janubiy dengizni kim harbiyleştiryapti? Jungo harbiyleştiryapti. Demek Venekop Vyetnamdagi bosh elchi harbiyleştirishga qarshi turyapti. Çünkü harbiyleştirish Rossiyaning Vyetnamning dengiz havzasida kasbni taraqqiy qildirayotgan gaz şirketining Rossiya gaz şirketining manfaatiga tahdid qiladi. Qatnash erkinligi ko'z tutadigan bo'lsak, izchil holda Janubiy dengiz talash-tortishida rol o'ynab kelayotgan bo'lib, uzundan beri Amerika
erkin qatnaşni, erkin uçuşni, Cungo'nun hava müdafiasini farqlantirish rayoni qurishni to'sadigan qoral qilib, elishayotgan xalqaro jamiyatda erkin qatnaşni qo'llab, ifoda bildirgan davlatlar umumyuzlik Amerikani qo'lladi deb qarlayotgan bir paytda Rossiya bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari hamkorlashib imzolagan bu bir parcha Sochi xitobnomasi intayin sazgör bir masala bo'lib qoldi. Demak, texmi konkretlashdi. Janubiy dengizda Amerikaning maydoni nima? Sochi xitobnomasi Amerikaning maydoniga yaqinlashdi dedi. Şoňa bu sazgör bir masala bo'lib qoldi dedi. Uningdan boshqa ko'rsatib qo'yish tegishlik yana bir taraf shuki, Rossiya bilan Vyetnam birlashib ochgan gaz va neftlikning bir qismi Jungo Vyetnam talash tortish qilayotgan rayonga joylashgan edi. 4-ayning 18-kuni Rossiya Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yuqori darajaliklar yig'ini ochilishdan bir oy burun Rossiya Hindiston bilan birlikda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi qo'shilib, birlashma bayonot e'lon qilib, barliq talash tortishlarni aloqador davlatlarning suhbat va tinch yo'l bilan hal qilishni qaror qilib, Rossiya yana o'xshashlar Jungoning Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoni va loyihasini qo'llaydiganligini bildirgan edi. Yerim ay o'tgandan keyin Rossiyaning davlat mudofaa ministri Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan ikki taraf xalqaro to'qinishlarni hal qilish jihati maydonning bakma o'xshashligini jakarladi. Aradan bir ay o'tmay Rossiyaning talash tortish qilayotgan ikki tarafni o'xshashla qo'llashi tashqi dunyoning Janubiy dengiz masalasida Rossiyaning ikki taraflik tikishidan gumonlanishini keltirib chiqadi. Rossiya va Sharqiy Janubiy Osiyo davlat boshliqlari suhbat Sochida yig'in ochayotgan mezgilda Kreml sarayining bayonotchisi Peskov muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning g'arbdan sharqqa yo'tkelishi adolatsizlik bo'ladi. Bayonotchi aloqador taraflarning talabbuzi bilan 2014-yildan boshlab Rossiyaning sharqqa yo'tkilish taktikasini inkor qildi. 2014-yil Rossiya sharqqa yo'tkildi deb kim chiqargan e'lon bu, kim degan gap bu? Endi hozir bu yer nima deyilyapti? Sharqqa yo'tkilish taktikasini 2014-yil boshlagan edi Rossiyada. Peskov bayonotida mundaq ko'rsatdi. Rossiya barliq tarafdagi davlatlarga echib etishni saqlab kelmayli g'arb, mayli sharq olsun, munosabati Rossiya echib etishni saqlab kelmoqda. Balki g'arb va sharqdagi janubdagi davlatlar bilan munosabatlarni cho'nqurlashtirishga izlanadi deb ko'rsatganda bayonotchi Rossiyaning diplomatik nishonida yana o'zgarish bo'lganligini ko'rsatib bergan edi. Demek başlanayım deydi 2014-yil Rossiyaning maydoni sharqqa yo'tkilgan. Hozir endi janub va shimol taraflarda barliq davlatlarga Rossiyaning munosabati echib etildi. Yoki echib etishni cho'nqurlashtirishni Rossiya ta'kidlaydigan bo'ldi deganda, Rossiya diplomatiyasining nishonida o'zgarish bo'lganligini ko'rsatib berdi dedi. Sochi xitobnomasining ro'yidan qaraganda ikkili tarafga do'tikish Rossiya diplomatiyasining yangi bosqichlik belgisi bo'lib qolganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Yaqindan bir Rossiyaning g'arbga yaxshiroq bo'layotgan ahvol ostida Moskvaning tashqi siyosatida nishon xarakterli o'zgarishdan yuz berayotganligini ko'rib olg'ili. Demak, dunyoda mutlaq narsa yo'q, hurmatli vatandoshim. Dunyo mutlaq narsa emas. Hargiz mutlaq, har qanday hodisa mutlaq emas, vaqtliq bo'ladi. Davlatlar o'tirishga munosabatni bir kun undaq, bir kun bundaq o'zgarib turdi. O'zgarib turganligi uchun qaysi bir davlatni ayblashga va qaysi bir davlatni maqtashga bo'lmaydi. Nayta eg'ir besiqlik qoldi, muomala qilish bo'ldi. Agar Rossiyaning bugungi diplomatik nishonida tashqi siyosiy shundoq o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bu yerda biz savol qo'yamizki, Jungo Rossiya munosabatidami o'zgarish bo'lamdi yo'q, yoki o'zgarish bo'lmagandimi Jungo Sovet munosabati, Jungo Rossiya munosabatiga bu qatamqi nishonning o'zgarish qanday ta'sir ko'rsatdi deb savol qo'ya olamiz.